Ko'rkamdan qanday baliq tutdingiz? Amudaryoni balig'i. Ey maşallah, mana bu ham laqqa balık ekan. Amudaryoni laqqa. Mana bu ham shapati deydi. Mana shunday balık. Mana bu ham laqqa. Mana ko'rganingizdek laqqa balık. Mana og'zini qaranglar. Ha, bakrammi? Bakra balık. Mana bu ham bakra degan balık. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hayot media kanalini ko'ruvchi muxlislar. Mana bugun ko'rganingizdek bu videoda Amudaryo bo'yida baliq ovga chiqdik va O'zbekiston bilan chegara bo'lib turgan Afg'oniston baliq ovlash tajribamizni ko'rsatdik. Baliq ovining hayajonli daqiqalarini birgalikda tomosha qiling. Agar videomiz yoqsa, videomizga bitta like, kanalimizga ham podpishka bo'lishni unutmanglar. Aziz do'stlar, sizlardan likelar soni qancha ko'p bo'lsa, bizning kanalda ham videolar soni shuncha ko'p bo'ladi. Bizni qo'llab-quvvatlashni unutmanglar aziz do'stlar. Hozirdan likelar uchun rahmat. Bo'lmasam video siz bilan tomosha qiling. Bu yer Afg'oniston Amudaryo va Afg'oniston va O'zbekiston chegarasi. Baliq oviga chiqqanimizni ko'rsatganmiz. Bo'lmasam video siz bilan tomosha qiling. Ana nima baliq bu? Bu jin baliq olacakmi? Mana laqqa baliq bular. Nima xudoy? Balıklar. Bo'ldi. Hozir Qarov suvdamiz, Qara daryo, Layqa daryo. Umar abi, mana bu yer ham Afg'oniston va O'zbekiston chegarasi, ko'prik. Mana ham ko'prik. Mana bu tomoni O'zbekiston. Mana hozir baliqlarni ham ko'ramiz. Inshaalloh yana 1 soat 2 soatdan baliqlar ham tushib qolar. Mana baliq chakalarimiz. Baliq chakamizdan so'rab ko'ramiz. 2 yildan beri baliqchilik qilar ekan. Birinchi marta daryoga kirishim mana shunday, lekin juda ham qo'rqdim, qo'rqinchli. Mana daryo ko'rganingizdek katta daryo, Amudaryo. Şu tarafına mesela sıkım yok mu? Bismillah. Katta kuş var ekan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 50 kilo balık.
Maşallah 2 kilo atışıptır bir kilo. Afg'oniston va O'zbekiston chegarasi. Katta Amudaryoda afg'oniston baliqlar. Afg'on baliqlar deydi-yu mana daryoni ichi katta Amudaryo. Bismillah. Mana to'rni ham to'playapmiz. Bismillah deb. İnşallah bir 50 kilo, 100 kilo baliq. O zaman 2 tane düştün ha. Selam bereketten ha. Maşallah. Hani bari amayla kıvrana? Maşallah. Vay. Mana. Hozircha mana shundan 2 ta tushdi, 4 kilo bor. Mana bir baraka maşallah. Mana shunday Amudaryo baliqlari. Afg'onistonda shapaq degan balığı bu. Shapaq deyiladimi? Shapaqmi? Uçak ham deyiladi, shapaq ham deyiladi. Mana shunday baliqlari bor. Mana voy bismillah, mana shunday baliqlar. Mana baliq. Amudaryoni balig'i. Mana hozir bizlar ham to'rni to'pladik. Bizda to'r deydi buni. Mana hozir ham daryoning ichidamiz. Mana O'zbekiston chegara. Bismillah. O'zbekiston. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz qalay? Yaxshiming, dayoming? Yaxshiman. Adingiz nima, og'am? Mening adim Shermuhammad. Shermuhammad og'am, nima etdingiz bu yerda Amudaryoning ichida? Mana baliq so'qdana. Xo'p, baliq tutdingiz a? Havo. Amudaryoning balig'ini qancha yildan beri bu baliq tutib deralarda bir og'am tortib edingiz? 10 yildan beri shu vazifadana tortdim. 10 yildan beri mana shunday baliq tutar ekan Shermuhammad akamiz. Mana tutgan baliqlardan buni biladiganlar yozsin kommentariyaga. Mana bu ham bakra baliq. Mana shunday baliqlar. Rahmat Shermuhammad og'a. Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Sog' bo'ling. Hozir turni bir kunjini topishga ketganmiz. U tomonda qolgan. Kunjani yerda mana. Hozir bir kunjani bu yerda to'playmiz. Bir kunjani bu yerda qoldi mana. Ko'rganingizdek Afg'onistonda baliq avi, Amudaryo ichida baliq qanday bo'lar ekan Afg'onistonning baliqlari. Amudaryo suvi ko'rganingizdek mana shunday. Afg'oniston O'zbekiston chegarasi Amudaryo. Mana ham chegara. Şimdi balıklar nari tomonda bo'lsa ham tomonga o'tish uchun baliq ko'p tushish uchun mana shunday baliqlarni qo'yqizadi. Qayiq. Besh yildan beri mana shu akalarimiz baliq avida, baliq tutadilar 5 yildan beri. Mana shunday suvning ichida.
5 yildan beri mana shunday Amudaryoning suvi ichida. Shunday azoblari ham bor, qiyin joylari ham bor, keyin rohat joylari ham bor. Baliq kilosi qimmat. Kunda 10, 15, 20 kilo tushadi baliq. Bismillahirrahmanirrahim. Mağlulen bir kurtacı. Kurttu da otur ha. Ha? Kurttu da diyor. Ha. Şurada sunduğun ağla gidiyor. He. Köp balık. Şurada böyle gidiyor. Düşünün o da bu taraf gidiyor. Tordan kaçmanı diyor. Ha. Taşınma da su tordan kaçacak balık ama. Tor gelen bir de ağla baka gidip oturuyor boy böyle işte. Laqqa ko'p dishani yo'q-ku, laqqa baliq bor. Laqqa neden tutding? Xo'rjin nimada bor Abuja? Ona ya kapın düşün. Ha. Aslında Al. Mana shunaqa baliq tutish. Oson emas, Amudaryoning o'rtasida kun bo'yi aylanib yurish. Yerda qoldi bir akamiz ham mana. Nari tomonda. çok güzel. Bakın da oldu. Tamam. Bitta ham yerda tushdi. 1,5 kilo, 1 kilo bor. Mana shunday to'rda baliq avi va baliq tutish. Ama bakayım şurada mı? Mana shunday tutdi. Juda ham yaqin keldik. Mana O'zbekistonni jangal Orol deydimi? Mana yaqinidamiz. Ko'rganingizdek. Sho'rda. Mana shunday Amudaryo. To'g'ri Amudaryodan baliq tutish oson emas. Mana shunaqa qiyin joylari bor. Hozircha bir 10 kilo, 7 kilocha, 7 kilo tushdimi, aka? O zaman 7 kilocha tushgan ekan. Yana inshaalloh ko'rsatamiz qancha baliq tushganini. Mana shunday daryoga tashlab kichiraveradi, daryoga tashlanib. Barxat aytdim. Bir uch O'zbekiston tomonidan, bir uch Afg'oniston tomongacha. Uzunligi 350 metr. 350 metr mana shu 350 metr. Oho, ana bu yerda bir uch. Mana ko'rganingizdek baliq avı mana shunday. Baliq avlari. Afg'onistonda Amudaryo. Afg'onistonda Amudaryo suvi.
Oha. Tamam. Mana shunday baliqlarni qo'rqitadi. Baliqlar to'r tomonga ketishi uchun bizda to'r deydi mana shuni. Mana shu tomonlarga ketishi uchun mana shunday qo'rqitadilar. Buni to'playmiz birozdan. Mana ko'raylikchi. Inshaalloh tushganda 30-50 kilo. Voy maşallah maşallah. Katta baliqlar mana bu yerda bittasi bor ekan. Maşallah. Bu da bir yaxshi bo'ladi yana o'dam. Ha? Sarpildi ko'p o'da. Yaxshi bo'laydi endi, xayr. İnşallah. Qarmoq ham qurq qo'yibdilarmi? Ya qarmoqdami ya? Shu. Mana shu yerga ham qarmoq ham qo'yilgan ekan mana. Qarmoq. Voy bismillah. Juda qo'rqyapman, lekin suvdan qo'rqaman, to'g'risi. Mana zahmatimga yarasha inshaalloh like'larni ayamaysiz degan umiddaman. Sizdan qancha like ko'p bo'lsa, bizdan ham kanalimizda video shuncha ko'p bo'ladi inshaalloh. Like'lar soni qancha ko'p bo'lsa, kanalimizda videolar soni ham videolar chiqish soni ham shuncha ko'p bo'ladi inshaalloh. Har bir like'ingiz biz uchun muhimdir. Like bosing, faqat like videolarimizga. Ro'za Ramazon oyida like'laringizni qisqonmanglar. Har bir like'ingiz muhim biz uchun. Mana shunday baliq abi. Amudaryoni o'rtasidamiz. Amudaryo. O'zbekiston va Afg'oniston chegarasi ko'prik. Mana shunday baliqni urkitadi baliq. Qochadi keyin to'r tomonga. Shunday tutamiz baliqlarni. Mana birozdan ko'rasizlar. Inshaalloh 50-60 kilo bu safar. 50-60 kilo en ozidan. 350 metre mana shu 350 metre. Qarmoqlar ilma tashla. Bu yerda bitta bu. Qayalarda qolibdi? Hadi bismillah, baraka. Mana toni ham topyapmiz. Hozir ko'ramiz baliq tushyapmiz. Necha? Silkishtiryapmi? Mana bu ham laqqa baliq mana. Mana shu baliqlarni ham mana shu akalarimiz tutgan. Sher Muhammad aka tutgan mana laqqa baliq. Mana tutilgan baliqlar. Tarafdan mana chiqilgan baliqlar. Bunaqa baliqlar ham bor. Mana shu to'rla baliq. Mana shunday. 15-20 kilometr ha? 20 kilo shunday tutildi bugun.
Assalomu alaykum, hurmatli Hayot Media kanalini ko'ruvchi muxlislar. Mana bugun ko'rganingizdek baliq oviga chiqdik. Bugun kunlardan shanba. 2025-yil ro'za Ramazoni ham 15-kuni. Mana hozir Amudaryodamiz. Afg'oniston va O'zbekiston chegarasi. Buyuk chegara. Hozir bize tor deydi, buna torunu tashladik. İntirağa yazdık şurada. Tor. Artık tor intirağa var. Arkan qarasam nusuq yo'qdir ha. Mana torunu tashladik. İnşallah balığımız oradan gelir, balık avımız. Balık avı Afg'oniston. Amudaryo suvlari bu. Katta daryoda katta balıqlar ham bo'ladi. Ko'ramiz inshaalloh qanday balıqlar tushar ekan. Qancha metr babo? 350 metr. Namı kadar. 350 metre ekan. Ko'rganingizdek. Ey xudojon bular. Gidaman. Bizda buni tor deydi. Bizda buni 350 metre ekan. 350 metremi? Namı kadar. Mana O'zbekiston. O'zbekiston. Amudaryo mana shu. Amudaryo qaranglar mana. Amudaryo bu yerda.